Yaxshi. Bir xil. Noshkani bosib turinglar. Farg'ona tumanida yashovchi fuqaro 40 metrlik quduqdan chiqarib olindi. Mazkur tumanning Sohibkor ko'chasi 3-uyda yashovchi 1977-yilda tug'ilgan fuqaro yashash manzilida bo'lgan suv quduqida kavlash ishlarini olib borayotgan paytida kutilmaganda o'zining shaxsiy elektr libyotkasi ishlamay qoladi va u taxminan 40 metr chuqurlikda qolib ketadi. Ushbu holat bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligining Farg'ona viloyati boshqarmasiga kelib tushgan murojaatga asosan voqea joyiga boshqarmaning maxsus vazifalarning bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi qutqaruvchilari yetib borishadi. Ko'rilgan barcha ehtiyot choralari natijasida murakkab vaziyatda qolgan fuqaro chuqurlikdan olib chiqildi. Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmatidan olingan ma'lumotda aytilishicha, quduqdan olib chiqish jarayonida fuqaro jabrlanmagan. To'xtab turinglar, jumariga so'ling. Aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz?